Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun qisqacha bir video obzor olishni qaror qildim. Ko'pchilik obunachilarimizning talablariga, so'rovlariga binoan eng yaxshi protein qaysi protein zo'r, men uchun qaysi protein tavsiya qilasiz degan savollar ko'payib ketdi oxirgi paytlarda. Endi birinchi navbatda protein, ya'ni oqsilni o'zini hisobga olsak agar, oqsil olinadigan mahsulotlar ichida aminokislotalarga, oqsilga eng bo'y zo'r mahsulot, ya'ni bu oqsil hisobiga qirol hisoblangan mahsulot bu qizil go'sht, ya'ni mol go'shti hisoblanadi. Sut zardobi, sut mahsulotlarini oqsillariga nisbatan aynan mol go'shti lidiruющий, yetakchi rahbar hisoblanadi. Ya'ni bu savolni beradigan mijozlarga eng to'g'ri ideal tanlov bu albatta mol go'shtidan tayyorlangan protein, ya'ni beef proteinni tavsiya qilaman. Hozirgi kunda bizda O'zbekistonda keng tarqalib ommalashib borayotgan beef proteinlardan biri Buyuk Britaniya, Angliyaning Applied Nutrition kompaniyasining Beef XP mol go'shti proteini hisoblanadi va bu proteinni tam mazalari assortimenti juda ham ko'p. Bularga misol uchun kola, o'rmon mevalari, yagodniy mix, klubnika, ko'k malina va undan tashqari ancha boshqa ta'mlar ham bor. Misol uchun apelsin, mango ta'mi aralashgan, yana bir qancha ta'mlari bor. Lekin qaysi kompaniya bo'lishidan qat'iy nazar bir narsani eslatib o'tmoqchi edim. Mol go'shtini proteinlari, ya'ni beef proteinlarda o'ziga berilgan ta'mdan tashqari ma'lum bir горьковатый вкус, ya'ni taxircharoq ta'mi bo'ladi, присутствовать qiladi. Endi bu iloji yo'q, chunki xom go'sht va go'sht mahsulotlarini zavodda ishlab chiqaradigan vaqtda xom holatda olinadi. Hamma proses zavodda xomligicha boradi. Shuning uchun xom go'sht mahsulotlari ta'mi xomligida bemaza, achchiq bo'lganligi uchun qum bo'lgandan keyin ham shunday bo'ladi. Faqatgina tabiiy qo'shimchalar qo'shgandan keyin ta'mi o'zgaradi, lekin taxirchaligi ozgina qoladi. Shuning uchun yaxshiroq, iste'molga yaroqliroq ta'm bo'lishligi uchun o'zlaringizga yoqadigan sok, kompot, домашний jem, murabbo yoki домашний sok tayyorlab shunga qo'shishlaringizni maslahat beraman. Kimga agar zo'r yaxshi natija kerak bo'lsa, sutli mahsulotlar yoki sutni o'zi yoki sut zardobidan olingan proteinlarga nisbatan beef proteini, mol go'shtini proteinini olishlik juda ideal tanlov bo'ladi. Kim sut yoki sut mahsulotlarini iste'mol qilib bilmasa, yo sutdan tayyorlangan proteinlarni iste'mol qilib bilmasa, ya'ni laktozani hazm qila olmasa, laktozadan filtrlangan, tozalangan qimmat izolat gidrolizatlarni qimmat narxga sotib olganga nisbatan undan ko'ra o'zi laktozasi yo'q bo'lgan mol go'shtini beef proteinlari juda ideal tanlov bo'ladi. Bu laktozani qabul qila olmaydiganlarga to'g'ri keladigan mos, yengil hazm bo'ladigan eng zaruriy protein shular bo'ladi. Kompaniyalarga kelsak, hozirda bizda eng mashhur bo'lib ketayotganlardan yana biri Skatic Nutrition, Vengriya, juda ham yuqori sifatdagi yevropeyskiy brend. Endi Vengriya mamlakati o'zining medikamentlar, sog'liqqa bog'liq bo'lgan nutrientlar yoki oziq-ovqat sanitariya standartlari juda ham yuqori sifatda bo'ladi. Kimga mushaklarni sifatini yaxshilab o'zgartirish niyatida bo'lsa, ya'niki gabaritda, hajmda juda katta shishib ketish emas, ixchamgina lekin chiroyli mushak, chiroyli tanaga, chiroyli ko'rinishga ega bo'lmoqchi bo'lsa, ularga ayni muddao aynan beef proteini. Kimga yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, Telegram sahifamga yoki to'g'ridan to'g'ri telefon nomerimga murojaat qilishlaringiz mumkin. Barchaga omad, yaxshi kayfiyat, omad.